抖音。Party. Hep. Songipim party. I love you, Hubeniente. Emma. 抖音。抖音。 Nurg'un Uyg'ur oshxonalari taqilib mana shunday vaziyatda biz biladigan Ro'zbay oshxonasi, Bayilov degan. Bu bag'ansiri ko'payib, hozir nega assa, shuning xaridori o'chratib turib tamoq yeydigan mana shunday vaziyat shakllandi. Buningki bosh direktori Ro'zmamat o'z Beyjingda cho'ng'igan bola, o'zi bu korxonani oid ilmiy boshqarib, har bir odamning, har bir tarmoq do'konninki boshlig'ining manfaatini pay bilan qo'shib olganligi uchun hatto asosli oshpazlarning hammasining bu shirkatda payi bor. Bunda bo'lgandan keyin tamoqning chiqishimi tez, ham sifatli, ham xaridor ko'payayotgan mana shunday umumiy yaxshi vaziyat shakllandi. Hozir bu Beyjingda 15 ta ichib bo'ldi. Bundan keyin Beyjingda 50 dan ortiq ochaman deydi. Demak, mana shunday korxonalar ilmiy boshqarish usuli bilan boshqaruvchilar, xizmatchilarning manfaatini yaxshi birlashtirib olganligi uchun oxirgi hisobda shaxsiyatchilik yoki shaxsiy manfaat kollektivning manfaatiga qarshi bir omil emas, aksincha shaxsiy manfaat kollektivning manfaatiga bir foydali omil bo'lgan. Kishilar qanchalik shaxsiy manfaat uchun ishlasa, kollektiv foydalangan mana shunday vaziyat shakllandi. Shuni yig'ib aytganda, korxonchilikda biz cho'qim shaxsiy manfaatni hurmatlashimiz kerak. Har bir xizmatchining, har bir direktorning shaxsiy manfaatini nazarga olishimiz, uni hurmatlashimiz kerak. Ham shirkatning umumiy korxona madaniyatini shakllantirgandimi, hargiz ma'lum bir kollektiv manfaat uchun, ma'lum bir kollektiv orzu uchun yoki millat uchun, yurt uchun, vatan uchun degandek mandaq abstrakt ideyalarni majburiy ting'ish qolmaydi. Hozir men nurg'un korxonalarni ko'ryapman. Ma'lum bir shunday ommaviy ideyani, kollektiv ideyani korxona madaniyati deb tingish orqali shaxsning shaxsiy manfaatiga hurmat qilmaydigan ahvollar bizning yurtimizda ham boshqa yerda ko'p mavjud. Bundaq shirkatlarda umid yo'q. Bo'libmi umid yo'q shirkat bir qism texi xayr saxovat mandaq ishlarni buni kollektivning irodasi deb haqiqiy shirkatning o'zining boshqarish usulini ilmiy qilmasdan mandaq g'oyibiy bir narsani tanqan shirkatning foydamligi texmi tasavvurdi. Her bir adamın şirketinin, her bir başvuruvchisi, her bir xodimning shaxsiy manfaatiga kapolat qilgan shirkatlar, shaxsiy manfaat uchun pul tepish uchun tirishgan shirkatlar, aksicha bularning puli texmi ko'payib, xayr-saxovat ishlarini yoki ommaviy ishlarni yaxshi qilyotdi. Ommaviy ishlarni bir dastak qilib olib, shuarga aylantirib olib, ilmiy boshqarish usulini qo'llanmagan shirkatlar aksicha ziyon tortadi. Shuni deymiz, ittifoqlikning asosi shaxsiy manfaat. 很高兴为您服务，帅哥。来，你给我说说你多高兴？你高兴的太早了，我不卖。抖音。يطبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه يطبطب 抖音。抖音。来，快点！哎，快点来 ，OK 一个快，快的，来，快来 ，OK 一个 ，OK 不给。抖音。 Ladies and gentlemen, Mom, Daddy, Sister, hello. I am Salaiden. I am a boy. I am 9. Thank you. Thank you for a speech. 雨天的像聚了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷的可以，带你吃吃草莓冰淇淋。如果你有一点坏心情，我会。抖音。 With it, group, drop.
抖音 with it, group drop.抖音 Vafadarım emçigim. Bana bağırım hayatım. Bana. Hey guafu ha. Ya kulunuz eline. Tutam ben. Kaçtı. Bekle bana oraya. 抖音 抖音 With it, group drop.抖音 从雨天的天气来下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷的可以，带你吃吃草莓冰淇淋。如果你有一点坏心情，我为你弹小邦圆舞曲，听到这首轻松的。抖音 抖音 抖音 Sehirlik alemde körüp beyran bulmağın. Bu sehirlik alemde körüp beyran bulmağın. Visat beyde gelgende gam kaygıma tolmağın. Visat beyde gelgende gam kaygıma tolmağın. Hadi güpçe sen köyeysen demedim mi? Sen köyeysen demedim mi? Gülge tulgan bu bağda. 抖音